Assalomu alaykum. Ismim Ziyuddin Mirmahmudov, Antinevroz kanalining asoschisiman. Hozirda nevroz turlari bo'yicha kognitiv xulq-atvor terapiyasi bo'yicha ish faoliyatimni yuritib boraman. Necha yildan beri bu yo'nalishda ish yuritasiz? Hozirgi vaqtda 3-4 yil oralig'ida ish faoliyatimizni yuritib boramiz. Nega psixolog kasbini tanladingiz? Avvalambor tanlashimda menga sabab bo'ladigan bir qancha omillar mavjud. Asosiy bitta sababi hammaga ma'lum nevroz bilan bog'liq kechgan vaziyatlar. Shulardan kelib chiqib aytaman, o'tmishim juda og'ir o'tgan, ayanchli. Mana ko'plar aytadi, bir xillar faqat kasallik axtarish, bir xillar faqat miyaga yopishgan o'sha o'lim xayoli bormi, jinni bo'lish xayoli bormi, itakdalik. Основной manda generalniy buzilish, ya'ni ko'chaga chiqa olmaslik, sotsiofobiyasi ham, agorafobiyasi ham, fobiyalarda почти ko'pini ko'rganman. Ulardan keyingi holatlar eng qiyini shu OKR bilan bog'liq kechgan vaziyat. OKRda o'lib qolish, jinni bo'lib qolish, har xil fantaziyalar, bu narsalarni gapirish shu darajada gunohligini bilamizki, bu narsani etib inson o'zini jarlikka yoqasiga olib borib qo'yish ehtimoli juda katta. Shuni faqat o'zimni miyamda ko'mgan holatda o'zimni OKR'imni kuchlilashtirib, juda qiyin holatlarga tushib qolganman. Hozircha shu tipa. Agorafobiya, sotsiofobiya, OKR nimaligi haqida qisqacha tushuntirib bering. Albatta, agorafobiya, sotsiofobiya bu ikkilamchi holat bo'lsa ham, lekin tushunish bo'yicha bu bitta, ya'ni umumiy aytganda fobiya turiga kiradi. Agorafobiya aynan, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishlik, borib kelishlikka yetinadigan bo'lsa, aynan o'sha vaziyatdan aziyat chekadigan insonlarga agorafobiya, ya'ni bora olmaydi. Qisqasini aytganda, sotsiofobik insonlarga keladigan bo'lsak, ya'ni yangi insonlar orttirishga, yangi do'stlar orttirishga yoki ochiq zonalarga borishga qo'rqadigan insonlarga sotsiyofobiya deyiladi. Ana endi OKR, ya'ni obsessiv kompulsivniy расстройство, ya'ni obsessiya bu fikrlar bilan kechadigan muammo, ya'ni shilimshiq, yomon xayollardan aziyat chekkan holatda kompulsiv holatga o'tkazib qo'yishadi. Ya'ni deylik, mana misol uchun shu yerda turgan mana shu kichkinagina daftarimiz qaysidir ma'noda kir bo'ldi qo'lim. Shuni ushladim, shuni qo'limni yuvishga harakat qilishligim o'sha bu obsessiv kompulsivniy buzilishi, ya'ni o'sha xayol keladi, ya'ni hozir qo'lingni yuvmasang o'lasan. Ya'ni menga keldi shu xayol. Shu xayol kelgandan keyin men shu daftar, kichkinagina daftarchani ushlasam, men o'sha kompulsivniy holatga o'tgan bo'laman. Ya'ni miya himoya mexanizmini ishlab chiqaradi. Aynan shu xavfli holatda boshqa yoqqa burish maqsadida shu narsaga qaratib qo'yadi. Nevroz bilan bog'liq komedik holatlar hayotingizda bo'lganmi? O'zi основной hech qayerda yoritilmagan bunaqa mavzular, lekin menda shunga o'xshash va kulgili holatlarga tushganman. Ulardan aytib berishim mumkin. Aynan nevroz vaqtim 2015 orasida boshlangan bo'lsa, 17largacha juda qiyin holatda o'tganda. Endi to'g'risini aytaman, meni kursdoshim bo'lardi. O'sha kursdoshim bir-birimizga sevgi muhabbat bo'lgan. Endi men o'zim nevroz bilan ovoraman. Bu kishim meni yaxshi ko'rgan ekanlar. Albatta bu uyatli holat deb o'ylamayman. Bu albatta yaxshi holat deb tushunaman. Vaqt o'tdi oradan, bir-birimizga xat yozdik, o'z nevrozim tutayotibdi. Birga do'st bo'lamizdan boshlandi. Shu bilan holatimiz o'sha sevgi nimasigacha yetib bordi, albatta yaxshi. Oradan vaqt o'tdi, bizning sevgimiz kuchayib boraverdi. Sevgimiz bilan birgalikda nevrozim ham kuchayib bordi. Har xil vaziyatlarga tushdim. Hozirda albatta eng qizig'i shu ayolim bilan ikkita farzandimiz bor. Allohga behisob shukr. Endi men nima demoqchiman, bu qanaqadir maqtanish va boshqa narsaga kirmasin. Shunchaki aytayotganim, aynan meni nevroz vaqtimda tanib, hozir bo'lajak doktor, ya'ni niyatim bor psixiatr yo'nalishini tanlash. Shu vaqtgacha men bilan birga bo'lgani bu juda katta respekt.
Ha. Endi yana kulminatsion, kulgili nuqtalari juda ko'p. Ayniqsa shu fantaziyalarga bog'liq kechgan. Menda shunaqa narsa bo'lgan, o'laman, qolaman deb yurgan vaqtimda buni aytish qanchalik kimgadir hazil toifasida tushunishi mumkin, kimgadir jiddiy qabul qiladi. Men uchun albatta ikkalasi deb o'ylayman. Kafallik sotib olishgacha borganman. Hattoki o'sha men ketaman, чтобы hammani uyida o'zi bo'ladi u narsa, lekin men o'zimga отдельно shu mushkambarlari, sovunlari bilan olmoqchi bo'lganman. Chunki men yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, Chorsu bozor menga yaqin edi. Ha. O'sha yerdan borib olib qo'ysam, tipa uydagilar nima deydi? Ovora bo'lishmaydi. Shu darajadagacha fantaziya qilardim. Ha. Bu o'sha kimgadir kulgili. Endi kimga kulgili bu narsa? Kulgili ham deb bo'lmaydi o'zi aslida. Qaysidir ma'noda hozir eslasam kulaman, ochig'i. Chunki bu narsa haqiqatdan hayotimni o'zgartirib tashlagan narsalardan biri bo'ldi. Fantaziyam shu darajaga kuchli ediki, men o'tib qolsam, mana bundoq olib chiqib ketishyapti tovutdan, qibla tarafga qaratib, oyoq qo'llarimni to'g'irlab, boshim bilan olib chiqib ketishyapti, uyda hamma yig'lab qolganini fantaziya qilib, azob ham chekardim-da. Bunisi jiddiyroq tema bo'lgan har qalay. Kulminatsion, kulgili nuqtalar juda ko'p. Misol, odamlar bilan men o'rtoqman, otam bilan men o'rtoqman. Gaplashib, nevroz paytida gaplashib o'tirgan paytimizda hazil qilardilar-da. O'g'lim sen soppa-sog'san, qo'yaver. Adashib senga jin kirib qolgan-da deyishardi. Bu narsani o'sha paytda ham noto'g'ri qabul qilishi bilan birgalikda ham kulaverardim. Shunaqa qiziq voqealar bo'lib turgan azizlar. Hozirgi kunda oldingizga keladigan insonlar qanday savollar bilan murojaat qilishadi? Aynan ikki toifadagi insonlar bor, erkak va ayol. Ayollardan boshlasak ma'qulmi? Ayollardan boshlaydigan bo'lsak, ayollarda OKR juda kuchliroq. Ya'ni ular o'lib qolishdan ham, jinni bo'lib qolish, devona bo'lish, esimni yig'ish, gap qo'yish, shu kabi fikrlar bilan, shu kabi muammolar bilan aziyat chekib yonimga kelishadi. Ularda aytolmayotgan muammolarni men bilaman. Aynan xiyonat bilan bog'liq xayollar ularda, ya'ni vasvas xayollar ham kelib turadi. Aynan shunaqa insonlar bilan bog'liq kechadigan ishimiz juda maroqli va shiddat bilan tezroq effekt beradigan holatgacha olib chiqishga harakat qilamiz. Aynan shunaqa insonlar juda ko'p. Erkaklarga keladigan bo'lsak, основной sahr bo'lib qolsamchi, ichim ketib qolsachi, основной kulgili maqsadda aytilmayapti, juda ipokondrический kuchli erkaklar. Endi aralash ko'p, generalniylar buzilishlar ham ko'p. Основной shunaqa insonlar bilan ishlaymiz. Nevrozni farqi yo'q, hamma turi bilan ishlaymiz. Nevrozi bor insonlarga nima maslahat berasiz? Bilasizmi? Ajoyib savol bo'ldi. Nevrozi bor insonlarga maslahat berish. Chiroyli savol. Aynan nevroz insonlarga maslahatim shundan iboratki, psixoterapiyani o'rganish. Baribir psixoterapiyani o'rganadi, inson xalos bo'ladi. Medikamentoz, psixoterapiya birga qo'shib ishlaydigan mutaxassislar ham yo'q emas. Bulardan ham natija bo'lmasa, misol uchun, o'zi основной bilasiz, 20% medikamentoz, 80% psixoterapiya. Psixoterapiyada baribir ko'proq narsa olasiz va hayotingizga tatbiq qilib yaxshilaysiz. Unga misol keltirib berishim mumkin. Sizlarga maslahatim, qiynalmanglar, o'zingizlarni qiynamanglar. Sizlarga eng zo'r maslahat, qarang, savol va taklif bilan aytaman. Temirchi deylik, misol uchun temirchi inson u temirni to xanjar qilguncha olovga bir necha bor tiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Tiqadi, uradi, terlaydi, otib yuboradi, charchaydi, yana ertasi kuni ishlaydi. Oxirida polirovkasi bilan sizga chiroyligina pichoqni, xanjarni huzuringizga qo'yib qo'yadi, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta psixoterapiya ham xuddi shunaqa narsa. Uni o'rganib, ustingizda ishlab yaxshi bo'lasiz. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana oradan 25-yil bo'lsa, 6 yildirki, hech qanday muammoim yo'q, panika, o'y-xayol, o'zingizlar bilasizlar, hech qanaqa bosim ham yo'q, hammasi joyida. Rahmat kattakon suhbat uchun. Salomat bo'linglar.
O'zingizda ham nevroz bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Ozgina gapirib bera olasizmi? Albatta, hammaga qiziq bo'lsa gapirib berishga tayyorman. 2015-yil 9-sinf oxiri. Holatim a'lo, hech qanday bir muammog'im, hech qanday bir o'ylaydigan ishim yo'q. Hammasi joyida. Papkamni osdim. Oxirgi 4-3 deydi, aprel oyi. Chiqib ketdim, yo'lda davom etaman. Ketishda uyimdan 1 kilometr farqi bor. To'satdan xuruj boshlandi. Panikiskiy ataka, ya'ni vahima xuruji. Bu holatda juda yomon holatga tushdim. Buni gapirib bo'lmaydi. Aynan mana shu mani bevosita kuzatib borayotgan insonlar bilishadi panika nimaligini. To'satdan qisilib qoldim, mazam qochdi, addishga, tipa nafas yetishmay, maza qochib, terlab, hattoki isitmagacha bordim. Ketyapman, o'tirib, turaman, ketyapman, o'tirib, turaman, o'rtada tanaffus qilib, bir 7-8 daqiqada yetib boradigan uyimga bir 45 daqiqalarda yetib borganman. Rost gapiraman. Orada bir yoshlari juda katta nuroniy bir inson bor edilar. Yonimdan chiqdilar. Bir yanishmasam 80-90 yosh atrofidagi inson edilar. Bolam nima bo'lyapti, tur deb ozgina qo'ltiqlab olib bordilar. Endi u odam hozir hayotimda yo'qmi bilmayman, albatta shu inson uchun rahmat. Qisman yordam berdilar o'sha vaqtda. Shu bilan u doda ham esimdan chiqib ketdilar. Uyga borib oldim, amallab borgan vaqtimda uyda onamlar suyuq ovqat qilgan edilar. Ya'ni hammamizga ma'lum, moshxo'rda. Men yaxshi ko'rardim. Endi juda yomonman holatim, hali ota-onam, oila a'zoyim bilmagan. O'tiribman, moshxo'rdaga qarayman, juda bir ayanchli holatda. Odamlar shuni ota-onam, hamma oila a'zoyim yeyishyapti ishtaha bilan, xursandchilikda. Men o'tiribman. Cho'tta neto'da. Yemadim, ishtaha berkildi. Uyga kirdim, yotdim, isitma bor, bilib turibman. Nima bo'lyapti deb onam kirdilar. O'sha vaqtda aytdim. Ona xavotir olmang, cho'tta menda nimadir bo'lyapti. Ketaman men dedim. Qayerga ketasan? Menimcha yaqin kunlarda o'tib qolsam kerak. Shunaqa xayolda onam o'zlari qo'rqib ketdilar. Nima deyapsan, sen tinchlikmi? Boya yaxshi eding-ku deb. Hammasi o'sha kundan boshlandi. Endi kulminatsion nuqtasiga kelib o'tib ketaylik. Menda aprelni boshlarida shu holat yuzaga kelgan. Aprelni 1-sida meni sinfdoshim bo'lardi. Do'stim. Biz 19 ta bola bo'lganmiz sinfdoshlarda. Aynan o'sha bolani dodasi o'tib qolgan, bitta sinfdoshim. Ismi Abdulaziz. U bolaga ham alohida rahmat ayta olaman. Dodasi o'tib qolgan, 19 ta bola kelgan. Hamma anaqada tayyor turibdi janoza marosimi uchun. O'sha vaqtda shunaqa vaziyat bo'ldi. Men 2 ta bolani olib kirtirishga harakat qildim. O'zim bilan. Ikkalasi hech kim kirmadi. Bitta dona Abdug'ani degan o'rtog'im bor edi. Haqiqatdan juda yaxshi inson. O'sha bola bilan iltimos qilgan holatda o'sha mayitni jiyani sinfdoshimiz-ku. Shu bola chaqirdi. Abdug'animan. 2 ta bola kirdik. Endi kiryapmiz. U inson kasallikdan, yoshlari katta, vafot etgandilar ajallariga yarasha. Endi u insonni g'assolga yordamchi sifatida bizani biriktirib qo'ydi sinfdoshim. Endi mazam qochdi, o'sha yerda ko'ryapman, o'lik shunaqa bo'lar ekan, bir kun kelib ham yotaman degan narsa bo'ldi. Yuvdik, abdastalar, o'sha bu yog'i o'zbekchilik, shariatga muvofiq ish tutib, shunaqa ish qilindi. Chiqib ketdim. Chiqib ketganimni bilaman. Oradan shu 2 kun, 3 kunlar o'tdi. Men holatim yaxshi. O'sha kuni o'ynab kelyapman, odamlarga qitmirlik qilib, uylarni zivoni bosib, o'sha payt kelayotgan odam. 3 kundan keyin mutlaq boshqa insonman-da. Shundoq mazam qochdi o'sha kuni. Moshxo'rda ham o'tgani yo'q, ishtahamda turib tursin, men o'lib qolmasam bo'ldi. Shu darajada miyaga urdi. Mana bir kun oldingi holat bilan ikkinchi kun holat vashi farqi bo'lmadi. Popkamni olib chiqib ketyapman maktabga. Dar son tarafim qimirlash, qo'llar titroq, addishkaga qolmagan. Hozir infarkt bo'laman. O'taman, ketaman, garochi.
o'sha fantaziyaligi ketyapti, obsessiv fikrlar o'sha qiynashni boshlayapti. Orada onamlar ko'p qiynardilar. Endi ota-ona nima bo'lyapti? Otam dangal odam bo'lganlar. Haligacha shunaqalar. Yiqildingmi o'zing tur deydigan odamlar. Endi onamlar mana ko'ngillari bo'sh, nima bo'lsa bolam, farzandim deydi-ku hamma. O'qitamiz seni dedilar. Men aytdim, kimga o'qitasiz, nimaga o'qitasiz meni? Tipa menga jin kirib oldimi? Men shunaqa vaziyatga tushib qoldimmi deyapman-da. Jin kirish yomon narsa ekan. Bu fantaziyalarim kirib ketyapti-da. Men bilmayman-ku bu yerda nevroz degan tashxisni. Unaqa vaqtda 2014-15 yil vaqtida unaqa nevroz haqida ko'pchilik bilmasdi. Shunaqa vaziyatga tushdim, qiyinchilikda bo'ldi. Buni nevrozni birinchi qismida ham aytib berganman, hozir ikkinchi qismi yoritib beraman. Qiyinchiligi bo'ldi, o'lib qolaman dedim, jinni bo'lib qolaman degan xayollar keyinchalik keldi. Aslida o'lim xayoli juda bir yildan oshiq qiynadi-da. Uyqusizlik boshlandi. O'sha kunning o'zida 3 kun, 4 kun o'tishiga yaqin uyqusizlik. O'tirardim, tong otayotganini ko'rardim, ota-onam, oila a'zom hamma maza qilib uxlayapti. Shu darajada meni havas ketidan hasad ham ketib qolardi. Men uxlamayapman, bo'ldi, men uyqusiz kasalligi kechdi, menda o'sha ketdi deb 1 oy, 2 oyga yaqin shunaqa moment bo'ldi. Uxlamayman mana o'sha tong otadi, maktabga ketyapman, maktabdagi sinfdoshlarim, yaqinlarim bildi meni ahvolimni. Bitta ikkitasi. Ha. Ismlarigacha aytib berishim mumkin, shu insonlar nima bo'lyapti? O'zing tutib olsang-chi, nima senga muammo bo'lyapti dedi. O'qishga kirasanmi, nima bo'lyapti? Yet yordam beramiz deyishdi. Yo'q, hammasi yaxshi derdim. Ustozim bo'lardi. Medpunkt o'sha ichida o'tirardi-ku doktor. O'sha doktorga borib aytganman, mana shunaqa bo'lyapti menda desam, bir yili xuddi shunaqa inson bo'lgan degandan keyin men o'zimni yagona emasligimni, shu kasallik bilan kechayotgan yagona inson emasligimni his qildim. Ha. Orada xursandman, zo'r, endi o'sha hozirgi vaqtda dominant deyiladi. Ha. Ichimga iliqlik kirib, ishtaham to'satdan ochilib, o'ylab ketyapman. Uyga borsam, onam telefon qilganlar, osh qilganman, yeysanmi? Yeyman. Xursandman, o'sha yerdan chiqib boryapman. O'sha borgunimcha, o'sha yana o'sha sistema, o'sha eski hammom, eski tosh shunaqa holatga tushib qoldim. Yana maza qochdi, yana qiynaldim, yana o'lim xayoli, ana o'laman, mana o'laman. Biron bitta joyga borish endi. Otamlar bilan men ro'zg'or qilib katta bo'lganman. O'sha o'zimizdan Toshkent shahridan bo'lgan insonlar biladi. Chorsu bozori bor. O'sha Chorsu bozoriga borganda ro'zg'or qilyapman, otamning muloqotlari. Odamlar bilan savdo qilish. Men ko'rib turibman, maza bo'lmayapti-da. Men ada dedim, ota men ketaman dedim. Короче, taksi chaqirib shunaqa ketdim uyga, bordim. Uyga yana berkinib yotardim, svetlarni o'chirib qo'yardim realni. Endi ko'plar mana nevroz deydi-ku. Hozirgi paytda faqat nevroz emasda, menda depressiv buzilish og'irroq turi ham bo'lganda. Men hayotga yashagim kelmasdi. Meni katta tut daraxtim bo'lardi. Shutga osib qutulaman, o menimcha degan qo'rquv kelardi xayol. O'sha bu xayol qanaqa bilsangiz agar, inson o'lishdan qo'rqmas ekanda, o'zini o'ldirib qo'yishdan qo'rqish vaziyatiga ko'chib qoldi keyin. O'lib qolaman deb yurdim, endi o'ldirib qo'yaman dedim. Har balo bilan qiynalish boshlandi. Endi orada 3 oy maktabni bitirdim, kollejga kiradigan vaqtim. O'sha qisqasidan aytib ketib qolay. Maktab bitirayotgan vaqtimda juda qiyin holat, o'sha OKR turiga mansub bo'lib, nevrozga mansub bo'lib kirdim. Generalniy buzilish hammasi bo'lyapti. Meni ko'plar taniydi, mana biz ko'p insonlar bilan, taniqli insonlar bilan birga o'qiganmiz. Men QVZlarda, misol uchun, ishtirok etardim maktabimda. Kulminatsion nuqtada o'sha iminni nima deydi, ko'p o'sha QVZchilar bilan ham intervyular olib, o'zimizcha ishlardik o'sha paytda. Hozir hammalarga ma'lum o'sha insonlar. Shu insonlar bilan ishlardik, o'rgatardi bizaga. O'zimizda ham bo'lardi qiziqish. Endi shunaqa bo'ldi, nevroz bo'lgandan keyin bilsangiz, umuman qiziqish qolmaydi hech kimga. O'shanaqa varro ssenariy, hamma narsam tayyor, shunda qolib ketdi-da. So'zga chiqib berishim kerak, 9-sinf bitiruv kechasi. Zo'rg'a chiqib beryapman, nima deyotganimni bilmayman. Shu diskga oradan 7-8 yil o'tib ko'rdim. O'sha vaqtda ham yomon gapirmagan ekanman. Amallab ketdim xullas. Maktab bitiryapman,
xuddi bir oilamdan ajralayotgandek. Mani sinfdoshlarim juda ahil bo'lgan. Mani eshitadigan, man ularni eshitadigan, sumalaklar qilardik. Bir oylar oldin shu mart oylarida sumalaklar qilib, gurunlar qilib deydi-ku, kulishib, hamma narsa maza qilib ketgan odam. Ozgina vaqtdan keyin man bu yerga yozilgani bo'lar ekan, to'satdan hayotim o'zgarib ketdi. Orada kollejga kirish vaqtida maktabimni unutolmay qiynalib, ochuvchi etimmi, uyalmayman, yig'i-sig'i bo'lardi baribir. Ey Xudo, meni nima qilib qo'yding? Qaysi gunohim uchun? Har xil narsalar bilan qiyinchilik bo'ldi. Kollejga kirdim. Kollejga kiryapman, praktika vaqti keldi. O'sha o'tla yulib, holatimni o'zim o'rganib, qiyinchiliklar, o'sha praktika deganda основной уборка ishi bo'lardi. Bilsangiz, o'sha уборкаlar bilan nima deydi, imtihonni topshirish kerak bo'lib qolgan. Xullas, imtihon kirib ketib qolganman, praktikani o'zini o'tab kelganman. Ha. Xullas, to'g'riladik, hammasi joyida, kirdim o'qishga. O'qishda birinchi kun o'tiribman. Holat oldingiga qaraganda yomon emas, ancha yaxshi. Ancha yaxshi desam 20% yaxshiman. Hech narsa bilmayman, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Uyga kelaman, ishtaha bor, uyqu bor. Qolgan nevrozni kasallik qidirishlari bormi? Har xil vaziyatlari ko'payib ketgan. Yaxshi yurdim. O'lim xayoli уже miyadan ketish boshladi. O'lim xayoli ketdi-ku, ketidan epixondritiskiy расстройство bo'lib qoldi. Ya'ni kasallik qidirish. Mani yaqin atrofimdagi insonlarning ko'pi o'lim bilan, o'sha yurak bilan bog'liq, sahr bilan bog'liq kasalliklarda ko'p. Endi shuni o'ylab men siqilib qoldim. Men sahr bo'lib qolgan bo'lsam, shuncha o'ylab siqildim, men sahr bo'lib qolgan bo'lsam-chi dedim. Yana hayotim birdaniga 180 gradusga o'zgardi birinchi kurs vaqtim. Sahr bo'lib qolmadimmi deb qon topshirdim, sahr bo'lib qolmadimmi deb uni topshirdim, buni topshirdim, hamma garmanlarni topshirdim. Hammasi joyida deyapti. Baribir ko'nglim to'lmayapti. Menga doktorlar aldab gapiryapti. Har xil xayol bilan yurdim. Baribir obsessiv kompulsiv buzilishiga tortdi xayol. Ha. Shu bilan hayot oson kechmadi. Sahrni o'yladim, ketidan kardionevroz boshlandi. Aynan bilasizmi nima qiziq? Shu joyda yetib o'tib ketdik. Kardionevroz, shu kardiofobiyadan aziyat chekayotgan vaqtim. Pulsni o'lchardim, andishkalar. Uyda yotaman, yotsam o'sha divanim o'zimga gurs urilgani eshitilardi. Meni yuragim chatoq degan narsaga amin edim-da, ishongan edim. Aynan o'sha vaqtni bilsanglar agar, janoza ko'payib ketdi atrofimda. Qarindoshimni tog'asimi, qo'shnimni tog'asimi, amakilarimni kimdir, yurakdan o'tdi-da, eng qizig'i. Xuddi meni uchun bir tipa nima deydi? Signal sifatida ko'rindi-da, yaqinda sen ham ketasan, qarab tur degandek. Men cho'chidim bu narsadan, realni qaryapman, o'zim kirdim, o'zimni amakilarim o'tgan yurakdan. O'zim kiryapman, yurakdan o'tganlar, men ozgina ishladim, chiqib ketdim o'sha yerda. Vah, Xudo deyman, yuragimdan ketar ekanman. Bu genetskiy degan narsalar bor-ku, o'shani o'ylab qolib, keyin qo'rqib ketdim-da. U ham yopildi, u tema ham. Yaxshi yuribman. Dodam oshqozon rakidan o'tib qoldilar. 2-kurs vaqtim, yozgi ta'til vaqtida to'satdan bir oyda mana shu qismim og'riyapti deb boshladilar. Katta opachamizani uzatgan vaqtlari. Mana shu qismim og'rib boshlandi dedilar. Yana ketdi xayol, meni mashinam og'rish boshlandi-da. Dodam kundan kunga sinyaptilar, o'tib qoldilar. Endi meni og'rig'im janoza kuni hali turibdi shu o'timda. Shu o'timda turibdi, yuvishga hammasiga kirilgan, shariatga muvofiq. Chiroyli bo'ldi u janoza ham. Mashinamni og'rig'i qo'yib yubormaydi. Endi bordim, o'zi qildim, tekshirdim, hammasi joyida deyapti, yaxshi deyapti, ko'nglim to'lmayapti. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Endi to'g'risini aytaman, shu birinchi kursni o'zidayoq bizga kitob berganlar, anatomiya, o'sha psixologiyani katta kitobini berganlar. 2016-yil bo'layotgan narsa. Berganlar, men o'qimaganman. Boshini o'qidim, endi bilasiz, o'qiysiz, o'zingizga kerakligini olasiz, zerikib qolasiz, keyin o'sha to'xtatib qo'yardim. O'sha kitobni buvim telefon qildilar-da, bunaqa yursang, dalsh yurasan. Mana bir qancha o'quvchilarim shunaqa edi dedilar. Endi katta nauklar. Aytdilar, tushuntirdilar, boshqa qildilar. O'qisang
izlanasan o'rganasan dedilar, rossiyskiy kitob olib kelib berdilar zakaz qilib, alohida Moskvada men uchun. Xursand bo'ldim, olib kelib berdilar. Uni 6 ta bobi bor edi. O'shalarni tarjima qilib, tushungan joyimga tushunib, tushunmaganim tarjima qilib, buvimlar bilan birgalashib o'tirib ishladik. Yaxshi, zo'r. Endi shu jumlani o'qib qolgandim, ya'ni obsessiv kompulsiv deb qolgandan keyin fikrlar buzilishi, o'lim xayoli, o'sha shilqim xayollar deb keldi. O'sha yerda bo'ldi, bu mening joyim ekan dedim. O'shani izlandim, ya'ni hozirgi vaqtda mana kognitiv xulq-atvor terapiyasi bilan ishlab kelaman va o'sha holatdan tuzalib keldim. O'zim ham. Bu narsa oson bo'lmadi. Juda qiyin bo'ldi. Qiyinchiligi qanaqa? Dars olardim, xursand bo'lardim, motivatsiya olardim, ertasi kun so'nib qolgandek. Menga netto ta'sir qilardi. Bu tipa menga mana hozir chanqadim, bundoq turib orada suv ham ichib olish kerak-ku. Suv ichib olishim, misol uchun, menga bo'ldi, nafsimni qondirdi. Lekin nevrozimni nafsini qondiradigan narsani hali men topa olmadim-da. Bir kunga yetardi, tushib qolardi. To'xta, o'sha yerda o'tirdim, daftar ruchka oldim. Psixoterapiya o'zi aslida nima degan narsani o'zimga berdim. Psixoterapiya fobiyalardan, fikrlar buzilishidan olib chiqib ketadigan metod. Bu metodda bir qancha vaqt, kimgadir 2 soat, kimgadir 10 kun, kimgadir 1 oy, itagdalik, hammaga har xil ketadi. Shu narsani o'rgandim, ustimda ishladim, shu holatdan ancha nima deydi, yaxshilash boshlandi. Bu orada endi savol tug'ilishi mumkin. Hozirda nevroz sizda qo'rqinchli holatda olib keladimi yoki nevroz yana qaytarilimi sizga desa, men 100% aytaman, menga qaytara olmaydi. Chunki bu holatda men ko'mib yopdim deb ayta olmayman. Chunki bu narsada men haqiqiy psixoterapiyalar qildim. Ana endi haqiqiy joyini aytaman. Janozaga ko'proq mana Biloliddin aka degan inson bor edilar, g'assol. G'assol degani ya'ni o'lim yuvadigan. Shu insonga iltimos qildim. Ozgina vaqt siz bilan yuring. Endi o'limdan qo'rqaman, jinnilikdan qo'rqib ketyapman, misol uchun kardiofobiya bormi, balomi, battarmi, hammasidan qo'rqaman. Generalniy buzilish deganda hammasi kiradi. Kayfiyatim bo'lmasdi, umuman. Shularga iltimos qildim. Qanaqa iltimos? Yoningizda bir muddat yuring. Xo'p dedilar, albatta. Janoza ko'payib ketib qoldi. Orada o'sha aytganimdek mana amakim o'tib qoldi. Yaxshi inson edilar, Alloh rahmat qilsin. Yurakdan o'tdilar. Ularni ko'zim bilan ko'ryapman. Menga haqiqiy psixoterapiya bo'ldi o'sha narsa. Mana kitobda o'qiganingiz bilan hayotga amal qiladiganingiz orasida farq juda katta ekanda. Men birinchi o'qidim, o'rgandim, hayotga qachondir tatbiq qilaman degan narsani orqaga tashladim. Shu narsani qilish kerak bo'lib qoldi. Ya'ni hayotga tatbiq qilishim kerak bo'lib qoldi. O'sha narsadan keyin men shu insonga yuzlandim, iltimos qildim, chiqdim. O'lik yuvdim. Bir qancha o'lik yuvdik, xursand bo'ldim. Odamlar mendan so'rayapti-da, tobutni qanaqasiga olib kiraylik, bunaqasimi, mendan so'rashyapti. Meni ustozim bor bo'lmasa. Mendan kelib so'rashsa, qaysidir ma'noda o'sha yerda men qo'rquvimni yengdim-da. Tipa mendan odam so'rayapti. Men yaxshi bo'lib qolman. O'lim holati qanaqadir mendan перезагрузка deydimi, qanaqadir o'chib yondi-da, orqa fonda ko'rinish boshladi. Bo'ldi, o'sha men har qatdan o'lim bormi, kasallik qidirishim boshqami, shunga qarama-qarshi ishladim, holatimni yaxshilatib berdim. Xursandman, zo'r, hammasi joyida. Lekin ichki bosim degan narsa bor ekan. Ichki bosim bu juda kuchli narsa. Insonni dori-darmon bilan tuzatasizmi, shar'iy ruqya qilasizmi, asl sababini birgalikda topmasangiz, u qiyin ekan. Endi to'g'ri, ruqya, shar'iy ruqya qilishardi, boshqa ular kuchli narsa. Har qatdan insonga faqat nevroz bo'lganda emas, sog'lom paytida ham kerak. Unaqa narsalarda ham ruhiyatim ko'tarilardi, lekin baribir negizi topilmasdi. Ota-onam aytishdi menga, qara, psixiatrga olib boramiz. Meni aytishyapti. Men aytdim, "Xo'p, shu tuzatadimi?" dedim. Endi psixiatrga psix degan narsani o'zi bizni bilasiz, psixik kasal, jinni ekan degan narsani keltirishni boshladi menga. Boshida rozi bo'lib turdim, keyin yo'q dedim. Men psix emasman-ku dedim. Sразу aytyapman. Orada endi o'sha
tushunib ketaverasizlar, orada shu o'tmishlarimni ham aytib ketyapman. Jinnilik haqida ko'p o'ylaydigan bo'ldim, uni qiynaldim. Keyin menga qisqasini aytganda dori bilan bog'liq kechadigan metodni aytishdi. Men o'sha yerda qaror qabul qildim. Bir qancha dori taklif qilishganda men rad etganman. Mana 100% sizlarga yolg'on, mengacha, xudogacha. Men bironta dori ichmaganman. Ochiq gap, bironta neyroleptik bo'lsin, xoh antidepressant bo'lsin, xoh giyohli nimadirlar bo'lsin, ichmaganman. Taklif bo'lgan, ichmaganman, ochig'i. Chunki har qayerdan o'sha psixoterapiyani tushunayotgan vaqtim harakat qildim, panikani bildim. Harakat qildim, fobiyani to'g'irladim. O'lim xayoli, obsessiv kompulsiv mana bunaqa narsalarni ushlab turib kir bo'lib qolishi, ulardan qiynalib, qo'llarimni yuvishi, har xil fantaziya holatlar ham keldi. O'shanaqa narsalargacha hammasini 100% tuzatdim. Bosimga keldik. Bosim ichki nizo bo'ladi, ya'ni внутренний konflikt deydi. Aynan o'sha narsa 5 ta sifrada o'zi bizilinadi. O'zingiz ham bilsanglar kerak, mana meditsinada o'qigan barcha insonlar biladi. Ichki nizo sotsial holat bo'lgan menda. Ya'ni atrof muhitim janjal bilan katta bo'lgan. Men chiqardim, men urushardim. Men tipa kalta yeyishim kerak emas, men yutqazmasligim kerak degan narsada chiqardim. 10 marta urushgan bo'lsam, ochiq gap aytaman, 9 martasida yutardim-da, shunaqa inson. Endi men hayotimni ham xuddi shunaqa holatga duchor qilib qo'ydim-da. Men ishimni, oilam, ota-onam hammaga birdek zo'r qarashim kerak degan, qisqa aytganda perfeksionistga o'xshash holatga duchor bo'ldim-da. Ana o'sha narsa meni ichki bosimimni juda katta oshirgan ekan. Shu bilan birgalikda bu ichki bosimni albatta shaxsiyat bilan ishladim. Adekvativ o'rnashishni psixoterapiya orqali o'zim ustimda ma'lum bir vaqt ishladim va hozirda holatim juda a'lo. Rahmat kattakon.